Assalomu alaykum Habibullah qarim. Siz vatandan chiqqani qanchalik vaqt bo'ldi? Chiqqaniyog'i qancha uzun oila tabobatlaringiz bilan ko'rishamayapsiz? Shular uchun bir guvohlik bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Habibullah Ahad. Yurtim Kuchada tug'ilgan. Men 94-yili vatandan ayrilgan. 94-yildan 2001-yilgacha O'rta Osiyoda yashadim. 2001-yili Germaniyaga kelib, Germaniyada hozirlikchilik Germaniyada yashayapman. Mening vatanda mendan boshqa 6 qarindishim bor. Bular Abdullah Ahad, Abaydullah Ahad, Mirvanim Ahad, Rizvangul Ahad, Rihangul Ahad, Tayircan Ahad. Meniki 6 qarindoshlarımdan ki sanısam her birininki 5'ten 3 kişilik balları var. O ballarının o'zi bugungi kunda 25-26 yaşında yaşga kirdi. Şunun birisiga men 2014-yili dadam qazo qilib ketgandan keyin, dadam tugab ketgandan keyin men uydagilar bilan aloqa qilishaolmadim. Boshqa bir sirtdagilar bilan bir aloqa qilishib, meniki akalarim, ukallarim, sing'illarimning o'zi bugungi kunda jazo lageriga yoki bo'lmasa buning ichlarida, buning ichidan turmalarga kirib ketganlari, akalarimningki, ochilarimning, sing'illarimningki ballarning o'zi tutilganligi, turmalarga kirib ketganligidan buningdan xabar topdim. Menmi shunga o'xshagan shu ukallarimdan butun dunyodagi şu insan hakları ve şu dünyadaki adalet teşkilatlarından şu uruk tuqqanlarım üçün guvalık berimen. Şularning ki sorğunu kılımen ve onundan başka üzemnin ki birle okugan savaqdaşlarım ve üzemnin yakın ötken braderlerim ve onundan başka bütün 30 milyon Şarkı Türkistan'daki qarindoshlarım üçün guvalık berimen. Hem bunundan keyin aşılarını her zaman, her vakit muşlarning ki guvalık berip Xitoydan, şu jallat Xitoydan her daim, her zaman muşlardan hesap elishqa, muşlarga qarshi her zaman qarshi turishqa men tayyor turman. Bular uchun guvohlik beraman. Xayr, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat sizga, Alloh razı olsun.